Assalomu alaykum. Bugun demak juda ham muhim bo'lgan mavzuda to'xtalib o'tmoqchiman. Mavzu nima haqida? Mani juda ko'p mana sirtqi talabalarim ham kuzatishadi. Ko'plari ota-ona farzandlarini olib kelishgan ko'rganman yoki umumiy kuzatuvchilarim orasida ota-onalar ham juda ko'p, kam emas. Men avvalo o'zimga va o'sha ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Bir juda ham ilmli, men hurmat qiladigan Doniyor Nasriddinov degan o'sha Kolba o'quv markazlari, maktablarini, bog'chalarini asoschisi yigitimiz bor. Ilmli, e'tiqodli, juda ham bir tarbiyali, nihoyatda hurmat qilaman va kuzataman. Yaqinda bir intervyularni ko'rib qoldim. O'sha intervyuda juda ham jon kuydirib gapirdilar. O'sha yosh qizlarni o'sha bir talaba misolida, o'quvchi misolida aytib berdilar. Singlisi, hattoki 4 yoshli singlisi ham bilar ekan, o'sha koreyalik. Hozir nomini xato aytishim mumkin. Bitsmi, bir nima degan guruhmi, o'sha bolalarmi, shularga mehri tushib, butun nimasi, ichki dunyosi shular bilan bog'liq bo'lib qolgani. Ya'ni o'sha ota-ona uyda mehr bermagani uchun, vaqt ajratmagani uchun bo'shliq paydo bo'lgan va bo'shliqni o'sha yot g'oyalar, yotlarga bo'lgan mehr muhabbat bilan to'lgan haqida kuyunib gapirdi. Shu o'rinda men bir pedagog sifatida, bir o'rta yoshli ayol sifatida, bir befarq bo'lmagan faol inson sifatida murojaat qilmoqchiman. Iltimos sizlardan mana shu jamiyatimiz, kelajagimiz mana shu sizlarni tarbiyalayotgan farzandlaringlar qo'lida, ayniqsa qizlarimiz. Qizlar bilasizlar, ilmli qiz butun o'sha jamiyatni onasi hisoblanadi. Misol uchun o'sha buyuk shaxslar, Imom al-Buxoriy, qaysiki buyuk shaxsni oladigan bo'lsak, ularning onasi nihoyatda ilmli bo'lgan. Shu o'rinda iltimos qilaman, qizlaringiz telefonini kim bilan gaplashyapti, muloqotlarni nazorat qiling va imkon qadar inson vaqt topsa bo'ladi, bahona qilmasdan ularga vaqt ajratingda va o'sha vaqtingizda ko'proq muloqot qiling toki bo'shliq paydo bo'lmasin. Mehr bering, yot g'oyalar bilan to'lmasin. Bu juda ham achinarli, o'sha fojia deb gapirdi, haqiqatda shunday. E'tiborli bo'laylik farzandlarimizga, chunki ular bizni kelajagimiz va ular bizni ko'z nurimiz. E'tiboringlar uchun rahmat kattakon.